Qardaşlar, bugün 4. ayının 28. günü 2021 yıl. Bir Uygurcha muqaddas kitapni o'qishni boshlaymiz. Muqaddas kitap Xudoning bizga aytgan so'zi bo'lib, biz sizlarning uni bilishinglarni xohladik. Shunga bugun Luka bayon qilgan xush xabardan boshlaylik. Luka bayon qilgan xush xabar, qisqacha tushuntirish. Bu kitapning muallifi Yahudi millatidan bo'lmagan doktor Lukadır. O öz kitabını Hazreti Aysa'nın hayatının guvochilari bo'lgan kishilarning öz ko'zi bilan ko'rganlarini asos qilib yezib chiqqan. Luka bu kitapta Hazreti Aysa'nın İsraillarga va'da qilingan qutqazg'uchi bo'lib qolmay, balki butkul insonlarning qutqazg'uchisi ekanligini tasvirlab berib, uning tug'ilishidan toki osmonga ko'tarilishigacha bo'lgan voqealarni tafsiliy bayon qilgan. Bu kitapta Xudoning insonlarni qutqizish planining Yahudilar va Yahudi emaslarni o'z ichiga oladiganligi, xush xabar elib keladigan baxit, duo qilishning muhimligi, Hazreti Aysa'ning har xil hojatmanlarga bo'libmi, shu vaqtlarda to'van darajada turadigan ayollar, namoratlar va gunohkorlarga ko'ngil bo'lganligi va muqaddas ruhning avatilishi nuqtaliq ta'kidlangan. Muqaddime. Hürmetli Teofilos canapları, sizge ma'lum ki, nurg'un kishilar Hazreti Aysa'nın aramızda qilgan ishlarini xatirlashga kirishgan edi. Ular xatirlashda bu ishlarni boshdan oxir o'z ko'zi bilan ko'rib, Xudoning xush xabarini tarqatganlarning bayonlarini asos qilgan. Men bularning hammasini boshdan tafsiliy tekshirib, aniqlab chiqqanligim uchun bularni tartibi bo'yicha yezib sizga ma'lum qilishni loyiq topdim. Buningdagi maqsad sizga Hazreti Aysa haqida anglagan ta'limlarning ishonchliligini bildirishdir. Yahya payg'ambarning dunyoga kelishidan bishorat. Herod podsho Yahudilar rayonlarida hukmronligini yurgizayotgan chog'larda Zakariya ismli bir ruhaniy o'tgan edi. U ilgirki ruhaniy abiya to'piga tava bo'lib, o'z navbati kelganda Yerusalimdagi markaziy ibodatxonada ishlatdi. Uning ayoli Elizabetmu tunji bosh ruhaniy Harunning avlodlaridan edi. Ular ikkilisi Xudoning nazarida durust kishilardan bo'lib, Xudoning butun amin farmonlariga qattiq rioya qiladi. Ama ular farzand ko'rmagan edi. Chunki Elizabet tug'mas edi. Uning ustiga ikkilisi qirib qolgan edi. Bir kuni Zakariya va uning qismidagi ruhoniylar markaziy ibodatxonada navbati bo'yicha ruhoniylik vazifasini ado qilyotdi. Ular har kuni odati bo'yicha ibodatxonning muqaddas joyiga kirib, Xudoning huzurida isiriq selishga bir ruhoniy talash uchun chak tashlashdi. U kuni chak Zakariyaga chiqdi. U muqaddas joyga kirib, isiriq selayotganda ibodatga kelgan jamoat tashqarida duo qilishyotdi. Tuyuqsiz isiriqdonning o'ng tarafida Zakariyaga Xudo avatgan bir ferishta ko'rindi. Zakariya qo'rqindan hudiqib ketdi, biroq ferishta uningga: "Ey Zakariya, qo'rqmagin. Xudo duoyingni qabul qildi. Ayoling Elizabet sana bir o'g'il tug'ib berdi. Uning ismini Yahya qo'ygin. U sana xo'shal xo'ramlik elib keladi. Uning dunyoga kelishi bilan nurg'un kishilar xursand topadi. U Xudoning nazarida ulug' bo'ladi. Haraq sharob ichmaydi. U onasining qo'zg'itki vaqtidan tortibla Xudoning muqaddas ruhiga cho'mgan bo'ladi. U nurg'un Isroillarni Rabbimiz Xudoning yo'liga qaytirdi. U Xudo tarafidan xuddi İlyas payg'ambarga ato qilingandek ruh va kuch qudratga to'lgan holda o'zidan keyin keladigan qutqazg'uchidan avval avatilib, ata bilan bolalarning munosabatini yanglibashdan inoqlashtirib, Xudoga bo'ysunmaydiganlarni, adillarning aqillani yo'llariga qaytirib, xalqni Rabbining xizmatini qilishga tayyor qildi dedi. Men qirib qoldim. Ayolimning yeshimi bir yerga berib qolgan tursa,
Bundaq bo'lishi mumkinmi? Men uni nimidan bilalayman? Deb so'radi Zakariya ferishtadan. Ferishta: Men Xudoning huzuridagi Jabroil bo'laman. Meni Xudo sana bu xush xabarni yetkazishga avatdi. Vaqt soati kelganda so'zlarim cho'qim amalga oshirildi. Biroq buningga ishonmaganliging uchun tilim tutildi. Bala tug'ilmag'icha zuvonga kelmaysan, debla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu chog'da Zakariyani kutib turganlar uning muqaddas joyida nima uchun buncha vala kechikkanligini tushunmay hayron bo'lishdi. Ko'pchilik uning muqaddas joyidan chiqib, gap qila olmay, qo'llari orqali ishorat qilib, maqsadini bildirganligidan uning muqaddas joyda biror g'oyibona alomatni ko'rganligini tushundi. Zakariya ibodatxonadagi navbatchilik muddati to'shishi bilan uyga qaytdi. Darvaqa uzun o'tmay uning ayoli Elizabet homildor bo'lib, 5 oygacha talatuzga chiqmadi. U: "Endi Rabbim menga yaxshilik qilib, meni xaloyiq oldida nomusdan qutqazdi" dedi. Hazreti Aysoning dunyoga kelishidan bishorat. Elizabet homildor bo'lib 6 oy bo'lganda Xudo ferishta Jabroilni Jaliliya o'lkasidagi Nasra degan shaharga Maryam ismli bir qizning qishiga avatdi. Maryam bilan Davud podshoning avlodidan bo'lgan Yusufning va'dalashish cheyi ishkizilgan edi. Jabroil Maryamning oldiga berib: "Salom sana, ey Xudoning shafqatiga muyassar bo'lgan qiz. Rabbim sana yardur" dedi. Buningdan bak tamtirab ketgan Maryam bu so'zlarning ma'nosi nimada deb o'yladi. Jabroil uningga: "Ey Maryam, qo'rqmag'in. Sen Xudoning shafqatiga erishding. Homildor bo'lib bir o'g'il tug'san. Ismini Ayso qo'ygin. U ulug' bo'ladi. Ulug' Xudo uni o'g'lim deb ataydi. Parvardigor Xudo uni ajdodi podsho Davudning taxtiga o'tag'izdi. U Yaqubning jamoati bo'lgan Isroillarning mangu podshosi bo'ladi. Uning podshohligi cheksizdir" dedi. "Men texi qiz tursam, bu qandoqmi mumkin bo'lsin?" deb so'radi Maryam ferishtadan. "Xudoning muqaddas ruhi sening vujudingga tushidi. Ulug' Xudoning kuch-qudrati sana soya bo'lib yaqinlashidi. Shunga sendan tug'iladigan muqaddas farzand Xudo o'g'li deb atiladi. Tuqqaning Elizabet qara, kishilar uni tug'mas dedi. U hozir shuncha qerib qolgan bo'lsa-mu, uning o'g'ilga qo'saq ko'targaniga 6 oy bo'lib qoldi. Chunki Xudo qila olmaydigan hech qanday ish yo'q" dedi Jabroil. "Men Xudoning xizmatiga tayyorman, deganingizdek bo'lsin" dedi Maryam. Shuning bilan Jabroil uning yenidan ketdi. Maryamning Elizabetni yo'qlashi. Uzun o'tmay Maryam aldirash yo'lga chiqib Yahudiya o'lkasining tog'liq rayonidagi bir shaharga bordi. U yerda Zakariyaning uyiga kirib Elizabetga salom berdi. Elizabet Maryamning salomini anglaganda qo'lsig'idagi bo'voq tipirlab ketdi. Elizabet muqaddas ruhga cho'mib, yuqori ovoz bilan mundaq dedi: "Ayollar ichida eng baxtli ayolsan. Qo'lsig'ingdagi bo'voqmi baxtlidir. Rabbimning onasi bo'lish sifating bilan meni yo'qlab kelishingga munosib emasman. Saliming qulug'imga kirganda qo'lsig'imdagi bo'voq so'yinib tipirlab ketdi. Sen Xudo menga bergan va'dasini jazman amalga oshirdi deb ishongachga ne qadar baxtlisan." Maryamning Xudoga aytgan madhisi. Maryammu xush bo'lib mundaq dedi: "Qalbimdan ulug'layman Rabbimni. Qutqazg'uchim Xudo qildi xursand dilimni. Yod etdi u mendek arzimas bir qulini. Avloddan avlodgacha baxtlik deb atilarman shundan beri. Chunki qodir Xudo men uchun yaratdi ulug' ishlarni. Muqaddasdir uning nomi. Mehr shafqat qilar u sadoqatmanlarga avloddan avlodgacha. Kuchlik qo'lini so'zib tarmar qildi hiyla mikrlik takabburlarni. Taxtidan tushardi u kuchlik hukmdorlarni. Ko'tardi arzimaslarning qaddini. So'rg'anlarini berdi ehtiyojlilarga. Quruq qo'l qaytirdi Xudoga ehtiyojsiz biz deb qaragan baylarni. Qilgan va'dasini esida tutib, biz Isroillarga rahim qildi. Chunki u ajdodimiz Ibrohim ham uning avlodlariga
avlodimga mangu mehr shafqat ko'rsataman deb va'da qilgan edi. Maryam Elizabetning yanida 3 oydak turib o'z uyiga qaytdi. Yahya payg'ambarning dunyoga kelishi, Elizabetning ay kuni to'shib bir o'g'il tug'di. Xudoning uningga shuncha cho'ng mehr shafqat ko'rsatganligini anglagan xo'lim qo'shnilari va urug' tuqqanlari uning bilan birlikda xo'shallikqa cho'mdi. Bu vaqt tug'ilib 8 kun bo'lganda urug' tuqqanlar kelib, balining xatmisini qilib, uningga Zakariya deb otasining ismini qo'ymoqchi bo'lishdi. Biroq onasi, "Yo'q, ismi Yahya bo'lsin" dedi. "Bo'lmaydi. Urug' jamoatimiz ichida bunday ismlar yo'q-ku", deyishdi urug' tuqqanlar qarshi turib. Ondan ular balining otasidan farzandiga nima ism qo'yishni xohlaydiganligini ishorat bilan so'rashdi. Zakariya bir parcha taxtayni akeldirib, ismi Yahya bo'lsin deb yozdi. Ko'pchilik intayin hayron qolishdi. Dal shu chaqda Zakariya qayta zuvonga kelib, Xudoga madhiya etishga boshladi. Ko'pchilik Xudoning bu mo'jizasini ko'rib aylanib ketdi. Bu xabar Yahudiya o'lkasining tog'liq rayonlariga tarqaldi. Bu ishdan xabar topquchilar bu bola kelgusida qanday odam bo'lar deb o'ylashdi. Chunki Xudoning kuch-qudrati uningga yor edi.